O'zbekistonda yangilik aqlli katyollar uchun aqlli dimoxodlar. Bu qanaqa bo'ladi ekanlarga, nirjavika bo'lar ekan. Aqlli katyollarga ichki ko'ryapsizlar, stiklovatasi bor, ya'ni isitish tizimi bo'ladi. Orasida stiklovata qo'yilgan, uning ichida yana bitta turbasi bor, tashqarisida ham turbasi bor. Eng qizig'i bu ancha-muncha zanglamas ekan. Hozir yasayotgan ustakalarimizdan bitta to'liqroq ma'lumot olib beramiz. Aqlli katyol, uyga katyol qo'yaman deyotgan akalarim uchun manfaatli video bo'ladi. Video boshlanishidan bir dona like bosib, kommentariyaga manfaatli video bo'libdi deb yozib eshitishdan chiqarmanglar. Assalomu alaykum ustakalar, charchab qolmayapsizlarmi? Aka, bu aqlli katyollarga aqlli dimoxodlar dedingiz. Buni qanaqa xususiyati bor bu pechkalar uchun? Ibrohimjon, buni qo'yilishidan sabab oddiy kanal qo'yadigan bo'lsangiz zanglaydi. Ikkinchi masalasi, kondensat bo'lib suv oqadi. Suv oqmasligi uchun mana shunaqangi holatda termos holatda qilamiz. Sandwich panel bo'ladi, orasiga mini vata solamiz. Mini vata. Undan keyin tevasiga bazalt qo'yamiz. Bazalt. Qattig'idan orasi 3 sm bo'ladi. To'ldiriladi. Aqlli katyollarga mashina qo'yadigan bo'lsangiz, effekti yaxshi bo'ladi. Issiq sovuq bo'lib suv oqmaydi. Asosiy masalasi shu. Kondensat bo'lib suv oqmaydi, katyolni zanglatmaydi. Lekin buni sifatiga bitta e'tibor berib qo'ying. Bu nirjavika shekilli aka bu. Nirjavika xuddi shu. Bu ancha-muncha zanglamaydi. Bu shumka vazifasini ham bajaryapti shekilli. Bajaradi. Tomni ichidan chiqib ketgan joylarda mana ikkinchi qavat qizimaydi. Bexavotir bo'ladi. Ya'ni bu issiqlik tizimini ham faqatgina katyolni o'zida qoldiradi. Shunaqa xususiyati ham bor. 60 gradusda oddiy kanal qo'ygan bo'lsangiz, yaxshi effekt bermayotgan bo'lsa, mashina qo'yadigan bo'lsangiz, 60 gradusdan isitishni boshlaydi. Foydasi juda ko'p buni. Buni katyollar uchun faqat razmeri bir xil bo'ladimi yo razmeriga qarab chiqarib berasizlarmi bularni? Razmeriga qarab aytilgan razmerga tayyorlab beramiz. Bizga aloqaga chiqib zakaz berishadigan bo'lsa, bir kunga oldin hisobini olib aytsa, zakaz qilib tayyorlab beramiz. Bo'ldi. Buni mana stiklovata deb atashmasami? Bu mini vata. Mini vata. Mana shu o'rash jarayonini ham bitta ko'rsatib beringlar. Akalarimiz ko'pchilik qiziqadi. Ya'ni 2025-yilda hozir katyol qilish ommalashdi O'zbekistonda. Isitish tizimi ko'pchilik aqlli katyollar o'rnatyapti. Shu aqlli katyollar uchun aqlli dimoxodlar ko'ryapsizlar. Endi oddiy turba qilsangiz zanglab ketar ekan, bu zanglamas ekan. Eng qizig'i undan tashqari suv oqmaydi deyaptilar. Issiqlik jihatini ham o'sha aqlli katyollar o'zida qoladi. Ya'ni uyning ichiga beradi, issiq tashqariga ketib qolmaydi deyaptilar. Bu tayyorlanish jarayonini ko'ryapsizlar. Ichidagi karnay ham bu nirjavika bo'lar ekan aka. Nirjavika bo'ladi. Ya'ni ichidagi ham zanglab ketmaydi. 2 qavatli mini vatani 2 qavat o'rayapmiz. 3 sm orasini to'ldiryapmiz. Mana ichi ham nirjavika, tashqarisi ham nirjavika. 180 lik razmeriga. 180 lik. Tashqarisi 10 sm katta bo'ladi. Bu yil juda ommalashdi katyol. Juda katyollar rivojlandi. Oddiy kanal qo'yib beriladigan bo'lsa, zanglaydi, yillar ishlanadi. Bu taxminiy nimasi 7-8 yil davomida hali hech nima bo'lgani yo'q. 7 yil, 8 yil davomida o'rtacha xizmat ko'rsataveradi. 7 yil, 8 yil. Ko'rib turibsizlar, og'irligi ham og'ir. Eng asosiysi bu zanglamas ekan, har yil kartongacha, karnay alishtirib degan muammo bo'lmaydi. Ko'rib turibsizlar, shumka vazifasini ham bajaradi. Undan tashqari suv oqmaydi dedingiz ichiga. Suv oqmaydi. Hozir ko'p katyollarda muammo bo'layotgan narsa. Ibrohimjon, eng teva qismi. Eng tepa qismi bu. Zavodskiy katyollarga kazirov qo'yilmaydi. Pastlayotgan bosimni pasaytirib qo'yadi. O'shuncha mana shu eng teva qismi bazalt to'sib turishligi uchun o'ziga qopqoq qilgan. Qopqoq ham qilingan bu. Ya'ni tomdan tepaga chiqib turadigan joyi bu. Eng tevasi. Eng tepa qismi. Mana. Buni meta orasidan suv kirmaydi? Yo'q, batdan suv kirmaydi. Mana eng tay qismiga endi. Mana bu mini vatasini pastga tushirib turib, o'zini bazarti bor. Bazarti. Bazartini bu bazarti buni tashqariga chiqarib yubormaslik uchun mahkam ushlab turish uchun. Mana ko'rib turibsizlar, bazart ekan bu. Asosiy mashinasi sentr qilib beradi. Mana turbalarni qarang, bir xilda orasini 3 sm dan zazor qilib beradi. Biriga kigizilganda narigi bazalt bilan bu bazalt jipshilashib, kanday bir xilda tekislikda turaveradi. O'zi 10 sm dan keyin to'xtaydi, mana belgilab qo'yilgan. Bu O'zbekistonda haqiqiy yangilik desa bo'ladi. Hali ancha-muncha usta qilgani yo'q ekan. Men o'zim qilyapman deyaptilar. 12 ta viloyatga kelishilgan holatda dastavka bor deyaptilar va taksi qilib chiqarib yuboraman. Keyin narxlar kelishilgan holatda deyaptilar. Bular narxi necha mingga tayyor bo'lyapti bittasi? Narxi 400 ming so'mdan bo'ldi. Bir donasi 400 ming so'm. 180 lik razmer. 180 lik razmer, 400 ming so'm. 240, 400 ming so'm mana shu bitgan holati. Mana shu bittasi. Razmeriga qarab, aytilgan razmerda qilib beramiz. Bo'yiga 122 sm bo'ladi. 122. Bir donasining narxi mana shu 400 ming so'm. 400 ming so'm. Qalinligi 0.35 nirjavika. Aka, bitta savol beryapman. Bitta katyolga o'rtacha necha pullik karnay ketadi? 5 ta qo'yiladi standart. Обычный razmerlari misol 120 lik bo'ladigan bo'lsa, 1,5 million so'm bilan 6 metr hisobida bo'ladi. Bir-biriga kigiziladi. Mana mana bitta kigizib ko'rsatinglar. Mana bu 120 bo'ladi, mana bunisi 122 bo'ladi. Bir-biriga solish oson bo'lishligi uchun 2 sm balandroq bo'ladi ichidagi. Bitta e'tibor bering mana. Bu hozir kirgan jarayoni.
tushirilyapti. Ezib mana shu guligacha qadab olib tushib qo'yiladi. O'rnatish ham juda oson bo'ladi. Kigizib chiqartilaveradi. Aha. Buni mashina yangi litsey bo'lar ekan O'zbekistonda. Bemalol usta akamiz nomerlarini qoldiryapmiz. Hozir Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Toshloq tumanidan bu videoni olyapmiz. Aqlli katyollar uchun aqlli dimoxodlar. Usta akamiz nomerlarini qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, o'zlaringiz istalgan savollarga javob olishinglar mumkin. Bu videoda katyol qildirmoqchi bo'layotgan do'stlarga tashabbus ishdan chiqarmaymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa bir dona like bosib ishdan chiqarmaymiz.